Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Yetimga yetim yig'lar. Kamirda Najmiddindek yolg'on hikoyaga taqlid qilib, oson iqror qildiganlardan farqli bir qism mahbuslarmu bor edi. Fukanliq Tungan Xayxiaoyang kamirda izchil iqror qilmaslik bilan tonilgan va 2,5 yildan beri bir ig'iz iqror qilmay, so'roqchilar bilan murassasiz qarshilashib yetayotgan kadanglardan biri edi. Chiroyidan Uyg'urga quyib qo'ygandek o'xshaydigan, yeshi hamdila 25larning qarisini olgan bu bola nima uchundir Uyg'ur siyosiy mahbuslarga bir g'umi bardek qo'pollik qiladi. Uning mahbuslik staji eng uzun bo'lg'achqimi yoki tayanchi kuchlik bo'lg'achqimi kamirda hech tap tortmasdan xohlagancha harakat qiladi. Kamirda faqat ular mahbus kiyimini emas, o'zining kiyimini kiyib yuradi. U oliy maktabda o'qiganligini pesh qilib, hamisha boshqa Xitoy va Tungan mahbuslarni savodsiz deb yaratmaydi. Mendan boshqalar bilan ancha paranglashib ketmaydi. Televizorda terrorlikqa doir biror xabar chiqib qolsa, boshqalar oliyib bo'lguncha uning Uyg'ur siyosiy mahbuslarini tillab ketishlariga hayron edim. Men uning ko'rangligini oltin savdogari jamiyatidan chiqqanligidan, kichkidilla pul ustida cho'ng bo'lganligidan ko'ratdim. Ko'ktog' qamoqxonasiga yo'tkilib uzoq o'tmayla Xayxiaoyangga inglizcha o'rgatishga boshlagan edim. Uningga dars o'tgan fursatda ancha-muncha paransilib vaqt o'tkazatdim va diqqatda o'ltirib, uyushib ketgan putlarni erkin sunib olatdim. Oqshimi atsi o'tiladigan darsni tayyorlash, kunduzlari takror o'rgatish, mashq qildirish bilan kunlarim aldirash o'tmoqda edi. Har oqshimi Xayxiaoyangga o'rgatish uchun inglizcha bir tekst yozatdim. Atsi uningga o'qitib, tushuntirib yodlatdim. Xayxiaoyang tekstlarda dada tema qilinsa, bakrak yoqtirib yodlaydi. Qamoqda dadamni sig'ingan bo'lsam kerak, uningga dadamning kechmishi, u so'zlab bergan voqealar, uning menga ta'sir qilgan so'z harakatlari, xuy mijozi haqida qisqa parchalarni yozib so'zlab beratdim. Burun dadam haqida bu qadar ko'p hikoyaning yodimda borligini bilmaydiganman. Xayxiaoyangning dada haqidagi tekstlarga qiziqadiganligini bayqamagan bo'lsam, hayotimda dadamdan o'rganganlarimning bu qadar ko'pligini bayqamas ekanman. Dars uchun dadam haqida No'ruzbuloq bo'yida muallim dadam. Dadamning do'stga o'chiradigan piyimisi. Dadam zangga usta ekan. Munbardan etizga surgun bo'lgan dadam. Dadam zulm kursida. Ziyolilar bilan cho'shqa baqqan dadam. 13 qatim Urumchiga arzga chiqqan dadam. Dadam va zo'ravon askar. Dadamning da'vosi oqmadi. Bog'van dadam maktabdan baqqa qaytdi degan tekstlarni tuzib, dadamning kimligini o'zim qayta bir tunib chiqqandek bo'ldim. Burun o'ylamagan ekanman. Bir dadining hayotida bosgan izlar tutashtirilib mang'ili bo'lg'idek bir yo'l sizib chiqilsa, bir farzandning hayot yo'lini o'zgartirdi ekan. Bo'libmi u dada dunyoda qahramon atalmagan bo'lsa-mu, farzandlari uchun hammani to'g'ri tikib, qahramonlarcha yashagan, lekin qahramon atalmagan bo'lsa. Tekstlardan qarasam, dadam turmushda o'ziga tegishli haq uchun ter to'kib, ortiqini tamo qilmagan ekan. U madaniyat inqilobida munbardan qo'g'linib, yeza egilik maktab deb atalgan lagerda dehqon bo'lgandimi, kitob o'qishni tashlamabdi. Opal o'rta maktabga qaytib o'qituvchiligi asliga kelgandimi, bog'qa, gulga, amgakka xumorlikdan taymabdi. Amaldor bo'lganda o'zini cho'shqa baqqozgan burunqi Uyg'ur amaldor bilan hisoblashmabdi. O'zi bilan billa cho'shqa baqqan Xitoylar amaldor bo'lib o'sib viloyatga ketgandimi, do'st tartib oldiga bormabdi. Inglizcha o'tishdan burun men Xiaoyangni hakavur, bilimsiz, millatchi bir Tungan boyvachcha deb o'ylagan ekanman. Uni millati va tabiqasiga qarab tushungan ekanman. Undaq emaskan. Bo'yi 1,90 m keladigan Xiaoyangning ko'rang gavdisida
dada mehrining qandoq bo'lganligini bilmaydigan, oiladan dili suv ichmagan, qarindoshlikning taftini izlab, do'pildab so'qiyotgan bir yurak bor ekan. Darsdan keyin ikkilimiz o'zgardik. U qamoqdagi siyosiy mahbuslarga ancha qattiqlik qilmaydigan, menmu uningga tunganlik tarixiga, zardarlik orqa ko'rinishiga, zaminimizga so'qinib kirib olgan tajovuzchi bovisiga, boyvachlik xuyiga kirishib olmaydigan bo'ldim. Vaqt uzargancha men inglizcha tekstlarning ichiga Kamirdagi Uyg'ur siyosiy mahbuslarning echinishlik hikoyalarini qistirishga boshladim. Bo'libmi, kichkidan onasiz cho'ng bo'lgan Lopluq Ablametning 8 yoshdan boshlab bir o'yni beshiga kiygan kechmishni o'tganimda Xay Shavyanning ko'zlari yoshlangan edi. Ablamet xotin Lopluq edi. U Urumchida 22-may kuni bo'lgan Atiganlik bozordagi vaqada ishlatilgan bayroqni yasash gumoni bilan tutilgan edi. Men gundupaylarning topilishi bilan uningga o'ttir sudga yozadigan norozilik arzini yozishib berishga mas'ul bo'lgan edim. Shu bahonada uning bilan mungdishib, uning kechmishiga shohid bo'ldim. Ablamet 8 yosh chig'ida onasi qatnash vaqasida qazo qilgan ekan. U 3 ukisi bilan onasiz qolgandan keyin maktabga bormay kasalchan dadasiga yordamlashib, uy ishlarini baldurla qo'lga olgan ekan. Ablametning shu mezgildagi hayoti haqida menga so'zlab bergan bir ish menga bakla ta'sir qilgan edi. Har o'ylasam, Ablamet osh yeyotgan va bir to'xu supirining atrofida aylanib yurgan ko'rinish ko'z oldimga keladi. Bir kuni Xay Shavyanga Ablametning kechmishidan inglizcha tekst tayyorladim. Tekstda Ablamet onasiz qolgandan keyin o'qishdanmi qoladi. Uydagi qo'ylarni boqadi. Kasalchan dadasi va ukalarga tamoq etib, holidan xabar oladi. Bir kuni u tushlik tamoqqa tutish qilib, cho'p yeyotganda, ularga kun aralamay kakalab berayotgan Mikyan supurga chipilib aram bermaydi. Ablamet Mikyanni to'liq qo'g'lab ketkizolmay, g'azabdan no'g'ishni bir shiltishi bilan to'xu yerga dum tushdi. To'xuning o'lib qolganini ko'rgan Ablamet nima qilarini bilmay, pang'ida yig'lab tashlaydi. Shu bir to'xuning tuxumi bilan tamoqqa ta'm kirgizayotgan Ablamet o'lib qolgan tug'umchan to'xuga qarab o'kinib, nima qilarini bilmay, ko'chaga chiqib, o'rkirib yig'lab ketdi. Uning texi yaqindala onasini uzitib qo'ygan ukalari nima bo'lganini uqalmay, Ablametga agishib, onasi o'lganda bog'lagan oqni bellariga chigib, yig'lab ko'chaga chiqib haza ochdi. Yig'a ovozini anglagan qo'shnilar Ablametning kasalchan dadasini qazo qilgan o'xshaydi deb yiroq yaqinga xabar qilishdi. Urug' tuqqanlar yig'ilib, ishning bosh oxiri bilinib bo'lgacha jamoat bu xabarni anglab, meyitni asirga ulgurtish uchun tavutni elib Ablametlarning uyiga keladi. Qarasa, vafot bo'lgani odam emas, to'xu. Jamoat kulka qilishib, qaytib chiqdi. Bu tekstni o'tganimda Xay Shavyani kulib ketarmi debmi o'ylagan edim. Ammo u kulmadi. Beshini to'van qilib, peshonisini tutgan bo'lib, ko'zlaridan sirg'iyotgan yoshlarni yoshirdi. U bir haza o'ltirib ketgandan keyin, "Muallim, menga bu siyosiy mahbuslarning hikoyasini so'zlab, ularni aqlayotsan. Bilaman, ular haqida men anglagan hikoya farqli. Men ularni qotil, qonxo'r, ko'zini chimchiqlatibmi qo'ymay odam o'ltiradigan terrorchilar deb bilaman. Ular kichkidan shundoq yovuz odamlar. Ammo sen inglizcha so'zlayotgan bu hikoyalaringda Uyg'urlarning farqli bir hayoti bor. Buni men umrimda anglab boqmagan. Men Uyg'urlarning naqadar qaloqligini, yovvoyiligini va yovuzligini anglagan. Shunga menning u tarafiga o'tibmi boqmagan. Uyg'urlar menga qo'rqinchli ko'rinadi deb o'zining hikoyasini so'zlab berdi. Sana desam, amaliyotda men yetim. Ablamet onasiz yetim bo'lgan bo'lsa, mana men ota-onasi bar turib yetim bo'lgan. Mening onam Tungan, dadam Xitoy. Bilasan, biz Tungan Xitoylardan qiz olsak bo'ladi. Ammo qiz bersak bo'lmaydi.
Anam Xitoyga tekkachga jamoatimiz dadamni paturmay, oxiri ular ajrashib ketgan ekan. Meni bovam va anam boqqan. Anam menga kichikimdan dadam un alg'uga ilib menga qoldirib ketgan naqshlarni anglatib cho'ng qilgan. Mana bugungacha men dadamni ko'rib boqmadim. Har qatim dadamni qandoq bir kishi bo'lg'iydi deb eslasam, kesakdek cho'ngluqdagi bir kona un alg'u ko'z oldimga keladi, dedi. Ertasidan boshlab Xay Shaoyang Ablamitga chaqchaq qiladigan bo'ldi. Uning bilan ima ishoratni qo'shib, uni buni paranglashadigan bo'lib ketdi. Uningga Xitoycha o'gitib qo'ydiganmi bo'ldi. Menmu Ablamit ancha ishonmay tursimu, to'la deb yurib, Xay Shaoyangdan Xitoycha o'rganishga qoyil qildim.